Assalomu alaykum aziz gulshodalari, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun aglanema gulini ko'paytiramiz, yoshartiramiz. Xo'p, bizga kerakli bo'ladigan narsalar. Xo'p, birinchi marta kelyapman. Seramis bu mineral, o'sha toshga o'xshagan mayda toshchalardan iborat. Tosh emas, toshga o'xshaydi. Tarkibida har xil vitaminlari bo'ladi. Seramisda aglanemalar yaxshi ildiz sotadi deb ko'p ko'rgan edim. Buni o'shaning uchun bugun proba qilib ko'ramiz. Hop, ikkinchisi o'zimni собственный gruntim. Buni ko'pchilikka tayyorlab berganman. Effektini ko'pchilik biladi. Buni 1 litri 10 ming so'm. Ichida ko'p narsasi bor. Perlit, vermikulit, keyin torfu bo'ladi, o'ziga yarasha bir ikkita vitaminlari bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol zakaz berishingiz mumkin. Ko'pchilik aglanema guliga qisqacha aytib o'tib ketaman. Biogumuz solib qo'yishadi. Biogumuz umuman mutlaqo mumkin emas aglanema guli uchun. Faqatgina Dieffenbach guliga solinadi xolos. O'shanda ham oz miqdorda. Hop, endi seramis, o'zimiz собственный grunt, suv hamda karnevin, pichoq hamda asosiysi gul. Karnevin o'rniga fitosparin ishlatilsa ham effekti rosa ham zo'r bo'ladi. Chunki fitosparin chirib olishda ham oldini oladi. Hozir menda fitosparin parashogim oldimda yo'qligi uchun karnevinga tekizaman. Rossiyskiy toza karnevin. Hop, endi demak boshlaymiz. Bu gulimiz men necha safarga ketib qolganimizda quyoshda qolib ketib qolib, marlarini kuydirib qo'ygan quyosh. Shuni hisobiga endi gulda barlarni olib tashladim. O'zi yoshi katta edi. Buni ildizlatgan oddiy suvga solib qo'ygan edim. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsalaring, mana ildiz chiqargan. Lekin endi bu gul baribir kal, ildiz otgan taqdirda ham kal bo'lib turadi. Shuning uchun men bunga chiroyli forma bermoqchiman. Mana endi hozir bu gulimizni bo'lib olamiz. Bitta, ikkitaga bo'lsa ham bo'laveradi. Bu shoxlari pishmaganga o'xshayapti. Hozir ikkita yoshdaga bo'lib olamiz. Qaychilarini oldindan spirtda yaxshilab artib, qaychini, pichoqni nima bo'lsa ham, pichoq ham yaxshi kassoy qilib kesiladi. Hop, mana gulimizni kassoyroq qilib hozir kesib oldik. Pichog'im jichcha o'tmasroq edi. O'zim ish qurollarim hozir yonimda basligini hisobiga kichkina qaychichida qiydim. Hop, mana 3 ta aglanemani detkasidan qirqib oldim. Qirqilayotganda aglanemani yoshartirilayotganda pishgan shoxiga ahamiyat beriladi. Hozir iloyim bunimizcha pishmagan shox bo'lmasin. Endi 3 ta chiqaraman deb kesib olaverdim. Xudo xolisa bu tomonidan ham chiqib qolar ildiz. Endi bag'a Allohga tavakkal. Jichcha pishmaganga o'xshayapti. Endi balkim pishgandir. Mana nimalari pishgan, xudo xolasa. Hop, mana shu bortik joylari, mana har bitta bargda olganingizda mana shunaqa joy bo'ladi. Ko'pincha bargda tagida shu joylardan o'sha detka berishi mumkin aglanemalar. Hop, mana ko'rib turibsizlar. Mana bunisida ham, bunisi hali ildiz otayotgani, mana. Hop, endi buni ikkala tomoniga karnevinni botirib, sepib, yaxshilab sepib, bu nima aglanemani shu kesib olganlarimizni yonboshlatib, gruntimizga ekib chiqamiz. Hozir mana aglanemachalarimizni ikkita tomonini ham karnevinga botirib oldik. Endi buni jayali ko'mib qo'ymaymiz. Polnosti faqatgina ikkita yonini o'sha bittaga qilib qo'ysak bo'ldi. Bittagina o'sha kirgizib qo'ysak bo'ldi. Endi nomiga suv beramiz. Sprey, pulverizatorlaringiz, sprey idishlaring bo'lsa, shunday jichcha sepib qo'ysalaring bo'ladi. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim xayrli bo'lsin. Hop, ana endi bo'ldi bunimiz. Endi keyingimiz gulimiz. Gulimizni ham hozir karnevinga tekkizamiz. Bismillahirrohmanirrohim.
Mana tekkiza oldi. Endi buni nima solamiz, ekamiz. Hop, mana bu aglanimamizni ekib oldik. Mana karnavingga botirib ekib oldik. Endi buni ham suvlaymiz. Sekin yonlaridan o'sib pulverizator yoki suv sepadigan bo'lsa yaxshi yordam beradi. Yaxshilar. Chektagidan chiqib ketdi, mayli chiqsa yo'q. Hop, shuni solib qo'ysa ham bo'laveradi. Shunaqa qilib solib qo'ysa ham bo'laveradi. Hop, endi mana gulimiz. Xudo xolasa bu seramikda paproba men o'zim tajriba qilib ko'ryapman. Inshaalloh tajribasi bilan hali bo'lishaman. Mana chiroyli. Endi bunimiz xudo xolasa ildiz otsa chiroyli bo'lib, mana yangi mana bu yangi bargi, mana yangi bargi. Endi yangi barg chiqarsa chiroyli bo'lib o'saveradi mana. Adashmasam bu aglanimamiz oti Celebration Gollandiyaniki. Agar noto'g'ri aytgan bo'lsam, oralaringda sortini to'g'rilab ketinglar. Hop, mana bunimiz bizni ham nima qilib oldik. Qo'llatib polностью bunaqa suv berib yubormadik, faqatgina nomiga suv berdik. Endi buni tepasini qopqoq bilan yopamiz yoki strich bilan yopib turib, faqatgina strichda tepasini 1-2 teshib qo'yish kerak, havo kirishi uchun. Bunimizni yarim teplичка holatiga qo'yamiz. Hop, mana hozir buni qopqog'i yo'qligini hisobiga oz-ozdan bittadan 1-2-3 ta teshib qo'ydim. Endi buni quyosh tushmaydigan, lekin yorug' joyga qo'yamiz. Xudo xolasa, endi bir oylarda nasib qilsa, bir oy 40 kunlarda ildiz otib ketadi inshaalloh. Mana bugun sanamiz